Hop, qadrli do'stlar, mana Bobur kolxozida kirganimizda yana bitta 3,5 sotiklik hop korobka holatda uyum sotuvga chiqyapti. Bu ham to'liq pishirishda bo'lgan. Kirganimizda mana to'g'rida hop 3 xona uy bor. To'g'rida 3 xona. Xona moslab qurib qo'yilgan. Hop. Kirishimizda darvozaxonadan kirganimizda bu yoqda bitta xona. Ishdan kirish qismi bo'ladi. Bu yoqda mana panorama bitta zal qilib qo'yilsa. Hop. To'g'rida bitta xona. Buni bog'i bitta xona. Bu sanuzel bo'lsa, kirish qismi. Hol qism. Hop, orqa tarafga qozoncha qilib qo'ysang bo'laveradi. Yengil, mana orqa tarafda ham joyi bor. To'rt burchi 3,5 sotikka mana qurilgan uy. Hop. Ikkita uyimiz yonma-yon mana sotuvda. Bittasi mansardli, bittasi oddiy o'zimizda bir qavatli uylarda. Hop, gaz suv svetdan muammo yo'q. Qo'shnilar hammasi yaxshi, odamlar mana yashaydi. Mahallaning ichi tinch mahalla. Olgan odam uyda qurib maza qilib yashaydi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.